Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan yana o'sha mavzu sun'iy intellekt haqida gaplashamiz. Internetni kuzatayotgan paytimda bitta yangilikka ko'zim tushib qoldi. Sunoga o'xshagan yangi Sondo AI degan sayt ochilibdi. Ana o'zlaring ko'rishlaring mumkin. Bu sayt ham Sunoga o'xshagan musiqa yaratadi, hattoki qo'shiqlar yaratadi, hatto klip ham ishlab olishingiz mumkin ekan. Mana bu joyidan, lekin hali o'zim sinab ko'rganim yo'q. Sizlar bilan birgalikda sinab ko'rish uchun bu videoni qilyapman. Men hozir Suno yoki Sondo qaysi biri sifatliroq musiqa ishlab qaysi biri sifatliroq musiqani yaratishini bilish uchun ikkalasiga ham bir xil prompt yozib ko'raman va natijasini birgalikda ko'ramiz. Mana men tayyorlab qo'ygan promptimni bu yerga joylab olaman, Sunoga, va generatsiya tugmasini bosamiz. Biroz sekinroq. Hozir boshlandi. Endi xuddi shu promptimizni hech qaytini o'zgartirmagan holatda Sondoga tashlaymiz. Va buni ham generatsiya tugmasini bosamiz. Va endi faqatgina biroz kutsak bo'ldi. Men shuni bildimki, bu yerda Sondoda faqatgina bir donagina musiqani generatsiya qilsangiz bo'ladi, ya'ni promptni musiqaga aylantirsangiz bo'ladi. Bu yerda 10 ta tanga berar ekan yangi kirganlarga, va bitta promptni musiqaga aylantirish ham 10 ta tanga ekan. Shunisi bor. Keyin bu yerda obunalari bor ekan. Bu yerda bir haftalik ham bor ekan. Bir haftaga $10. $9.99. Bu yerdagisi esa Sondo Pro'si 1 oylik ekan. $29.99, ya'ni $30. Sondo Pro'ni yilligi bor ekan, $60. Agar sifatli bo'lsa, boshlanishiga $10likda olib ishlatib ko'rsa bo'ladi. Faqat buni hozir solishtirib ko'rganimizda aniq bo'ladi. Yoki Sundo yoki Sondo, nomi ham bir xil. Ikkalasi ham sekin harakat qilyapti. Lekin bepul bo'lgandan keyin na iloj, kutamiz. Bu yana bir narsa. Sondoda misol uchun Sondoda har kuni 50 ta kredit bersa, kunlik. Bu yerda esa kunlik hech qanaqa limit berilmas ekan. Shunisini hisobga olasizlar. Agar sifatli bo'lsa, kunlik kredit berishi menimcha ahamiyatsiz. Eng kam bir haftalikni obuna sifatida sotib olsa ham bo'ladi. Albatta sifatga qarab. Buni yana bitta minus tomoni bor ekan. Generatsiya bo'lgandan keyin bu yerni birov обновление qilib yuborish kerak. Mana tayyor. Endi eshitib ko'ramiz.
lekin men bergan promptda Mortal Kombatni remixini yaratib berish uchun prompt qilgandim, lekin umuman Mortal Kombatga o'xshamaydi. Mayli, ikkinchisini ishlatib ko'raylik. Ovozi tiniq, hech qanday shum yo'q, lekin men bergan promptga umuman nimasi yo'q, aloqasi yo'q. Umuman boshqa musiqani yaratib bergan, lekin ovoz sifati juda tiniq. Endi bunisini eshitib ko'ramiz. Bunda ham men aytgan promptni umuman Mortal Kombat musiqasiga umuman aloqasi yo'q. Ko'rib turganlaringdek, oxirgisini eshitib ko'ramiz. Yo'q, umuman aloqasi yo'q. Lekin o'zlaring ko'rib turganlaringdek, musiqa umuman boshqacha, promptga aloqasi yo'q holatda, lekin menga Sondoniki ko'proq yoqdi. Sal ma'nosi borga o'xshaydi, odamlarda ovozi ham bor. Boshlanishlari ham ancha qiziq. Agar promptimiz ustida yaxshiroq ishlasak, menimcha Sondoda ham yaxshi musiqa yoki qo'shiqlar yarata olamiz. Mana ko'rib turganlaringdek aziz do'stlar, ikkovisini ham sinab ko'rdik. O'zlaring ham kirib, solishtirib harakat qilib ko'ringlar. Sondoda ham, Sundoda ham harakat qilib ko'ringlar. O'zlaringga qaysi biri yoqishini endi kommentariyalarda yozib ketsalaring. Keyingi safar shunga o'xshagan videolar, yana sun'iy intellektlar chiqsa, birinchi bo'lib sizlar uchun taqdim qilaman. Rahmat, sog' bo'linglar.